Daraxtlarni bizga qanday foyda olib kelishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Sayyoramizda odamlar qancha ko'p bo'lsa, bizga shuncha daraxt ko'p kerak bo'ladi. Olimlarning fikricha, daraxtlar sonini ko'paytirish orqali havoda karbonat angidrid gazini to'planishini kamaytirish va sayyoramizni global isishdan saqlab qolish mumkinligi isbotlangan. Daraxtlar nima uchun kerak ekanligini bilasizmi? Bir yilda bitta daraxt havodagi karbonat angidrid gazini 150 kilogramga kamaytiradi. Bir yilda bitta daraxt 2 kishi uchun kislorod ishlab chiqaradi. Yozda havoni 2-8 darajaga salqinlashtiradi. Ko'chadagi gazlarni yutadi va havoni changdan tozalaydi. Qushlar va olmaxonlar uchun in vazifasini bajaradi. Uylar yonida issiqlikni tartibga solib, yozda konditsionerlash ehtiyojini 30% ga kamaytiradi. Qishda esa isitishga ketadigan xarajatlarni 20-50% ga qisqartiradi. Daraxtlar bizga shaharlarda ham, o'rmonlarda ham kerak. Biz yirik daraxtlarni asrashimiz zarur. Chunki bu ularni kesish va yangi nihonlarni ekishga qaraganda ancha manfaatlidir. Ayniqsa, suv resurslari kam bo'lgan, cho'llanish xavfi yuqori va murakkab iqlim sharoitlariga ega hududlarda daraxtlarni asrash va ekish alohida ahamiyat kasb etadi. Uyingiz oldiga daraxt eking. Hech bo'lmaganda har birimiz bitta daraxt ekishimiz mumkin. O'zbekistondagi ekologik vaziyatni yumshatishga o'z hissangizni qo'shing.